Aktyor Kim Siyonga qo'yilgan hamma ayblar yolg'on bo'lib chiqdimi? Juda ham ko'plab shovqin suronlarga sabab bo'lgan o'sha voqea. Aktyor Kim Siyon va Kim Seron voqeasi. Va bu voqeada eng asosiy mavzu aktyor Kim Siyon aktrisa Kim Seronni voyaga yetmaganlik paytida uchrashganmi? Chunki voyaga yetgan shaxsni voyaga yetmagan shaxs bilan uchrashuvi bu noqonuniy hisoblanadi va juda ham katta jazolarga olib kelishi mumkin. Ayni paytda aktyor Kim Siyon bilan bo'layotgan sud jarayoni ham aynan shu mavzu ustida ish olib boryapti. Va yaqinda ommaga keltirilgan ma'lumotga qaraganda, Kim Siyon haqida chiqarilgan deyarli barcha ma'lumotlar bu AI orqali chiqarilgan ma'lumotlarligi oshkor bo'ldi. Va ushbu dalillarni soxtalashtirgan muxbir ustida hozirda tergov ishlari olib borilyapti. Yaqinda politsiya chiqargan ma'lumotga qaraganda, aktyor Kim Siyon bilan aktrisa Kim Seron u voyaga yetmagan paytda uchrashganligi haqidagi ma'lumotlar yolg'on deb topildi. Va Kim Siyonga nisbatan voyaga yetmagan shaxs bilan munosabat olib borganligi haqidagi ish dalillar yetarli emasligi sababli prokuraturaga yuborilmadi. Lekin bu Kim Siyon va Kim Seron umuman uchrashmagan degani emas. Chunki aktyor Kim Siyonni o'zi ham aktrisa Kim Seron bilan 1 yil davomida uchrashganligini tan olgan. Va aktrisa voyaga yetmaganlik paytida uchrashganini esa butunlay rad qilgan. Ya'ni tan olmagan. Va hozirda eng katta muammo taqdim etilgan dalillar. 2025-yilda Karosero Yonguso nomli YouTube kanali muxbiri aktyor Kim Siyon va aktrisa Kim Seronni turli suratlar va KakaoTalk yozishmalari va har xil audio yozuvlarni taqdim etgan edi. Va keyinchalik politsiya tekshiruvida ayrim asosiy materiallar soxtalashtirilgan deb topildi. Va o'sha paytda aktrisa Kim Seronni juda ham yosh bo'lgan paytda yozilgan yozuvi deb ommaga taqdim etilgan audio yozuv AI orqali soxtalashtirilganligi oshkor bo'ldi. KakaoTalk yozishmalari. Albatta bu yozishmalar ham hammasi soxta ekanligi oshkor bo'ldi. Va Kim Seron 15 yoshdan boshlab aktyor Kim Siyon bilan 6 yil davomida uchrashgan degan ma'lumotlar ham yolg'on ekanligi oshkor bo'ldi. Ya'ni dalillar yetarli bo'lmaganligi sababli Kim Siyonga qo'yilgan bu ayblar noto'g'ri deb topildi. Lekin savol tug'iladi. Nima uchun muxbir Kim Sey aktyor Kim Siyonni bu darajada soxta dalillar bilan uni bunchalik nomiga dog' tushirishga urindi? Ommani bunga har xil fikrlari bor. Bu fikrlardan biri o'sha paytda Koreya prezidenti o'z lavozimidan olinishi kerakligi haqidagi ma'lumotlar munozaralarga sabab bo'layotgan edi. Va muxbir Kim Sey aynan o'sha paytdagi prezident Yoon Suk Yeolning partiyasi tomonidan edi. Shuning uchun ham butun ommaning e'tiborini prezidentga emas, aynan Kim Siyonga qaratishga va prezidentni o'z vazifasidan olinishga bo'lgan butun e'tiborni aynan Kim Siyonga qaratib, odamlarni chalg'itmoqchi bo'lgan edi. Shuning uchun ham muxbir Kim Sey aynan o'sha paytlari deyarli har kuni o'z YouTube kanalida har xil soxta ma'lumotlar bilan aktyor Kim Siyonga har xil ayblar qo'yib, butun ommaning e'tiborini prezidentga emas, aynan Kim Siyonga qaratishga uringan. Va shu sababli ham omma o'sha paytda juda ham chalg'igan va ko'pchilik o'z e'tiborini prezidentga emas, aynan Kim Siyonga qaratishga majbur bo'lgan. Va oradan 1 yil o'tib o'sha paytda taqdim etilgan hamma ma'lumotlar deyarli hammasi soxta ekanligi butunlay oshkor bo'ldi va muxbir Kim Sey politsiya tomonidan hibsga olinish arafasida. Lekin haligacha muxbir Kim Sey bu ayblarni butunlay rad qilib kelyapti. Ya'ni o'sha paytdagi hech qaysi ma'lumotlar soxtalashtirilmagan aniq ma'lumotlar deb haligacha fikrni bildiryapti. Va aynan o'sha paytda Kim Siyon har tomonlama juda ham qattiq qiyinchiliklarga uchragan va o'sha paytda endigina tugatgan dramasini ommaga taqdim etish arafasida edi. Lekin bu ayblovlar tufayli u drama to'xtatilgan edi. Va o'sha paytdagi Kim Siyon bilan shartnomadagi barcha brendlar u o'ynagan reklamalarni barchasini tushirishgan va Kim Siyon aynan shu sababli ham bir qancha brendlarga shtraf to'lashga majbur bo'lgan. Va shuning uchun ham u o'z uyini sotishga ham majbur bo'lgan. Va oradan 1 yil o'tdi va yaqinda chiqayotgan ma'lumotlarga qaraganda Kim Siyon yana ekranlarga qaytishga tayyorlanmoqda. Lekin haligacha ommaning fikrlari butunlay ikki tarafga ayrilgan. Ya'ni bir taraf hamma ma'lumotlar soxta bo'lganligi uchun ham Kim Siyonda hech qanday ayb yo'q. U tezroq ekranlarga qaytishini kutyapti. Ikkinchi taraf bo'lsa, nima bo'lgan taqdirda ham Kim Siyon aktrisa Kim Seronni o'limiga sababchi bo'lgan. Aynan u sababli aktrisa Kim Seron o'z joniga qasd qilganligi uchun ham Kim Siyon aybdor degan fikrda. Chunki o'sha paytda Kim Siyon aktrisa Kim Seron bilan uchrashganligi va Kim Seron qiynalgan paytda uni tashlab qo'yganligi rost degan fikrlarni ham bildirishyapti. Sizni fikringiz qanaqa? Aktrisa Kim Seron o'z joniga qasd qilganligida Kim Siyonni qanchalik aybi bor va u qanchalik jazoga loyiq yoki uni hech qanday aybi yo'qmi? O'z fikrlaringizni kommentda bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Va tez orada update bo'lgan ma'lumotlarni ham yana joylab boraman. Agar sizga qiziq bo'lsa, obuna bo'lib oling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, videoni joylashim bilan sizga xabar boradi va birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Hammaga xayr.